Ko'pincha bemorlar oddiy plomba qo'ying, chiroyli bo'lsa bo'ldi deyishadi va mana shu joyda asosiy chalkashlik boshlanadi. Plomba va художественный restavratsiya bu bir xil narsa emas, hatto materiali bir xil bo'lsa ham. Bugun men sizlarga qanaqa holatda художественный restavratsiya qilish kerak va qachon plomba qo'yish kerakligi haqida farqini tushuntirib beraman. Plomba nima? Avval plombadan boshlaymiz. Plomba bu funksional davolash. Uning vazifasi oddiy: kariesni yopish, tishni yaxlitligini tiklash, og'riq va sezuvchanlikni yo'qotish. Plombaning asosiy maqsadi sog'liq, chiroy emas. Albatta, shifokor rangini moslaydi, ustini silliqlaydi, lekin plombaning vazifasi tish ishlashi va buzilmasdan saqlanishi va bu yerda estetika ikkinchi o'rinda. Badiiy, ya'ni художественная restavratsiya bu nima? Художественная restavratsiya bu tishning tashqi ko'rinishi bilan ishlashdir. Bu yerda shifokor shaklini, anatomiyasini, shaffoflikni, rang o'tishlarini, tabiiy yaltiroqlikni qayta tiklaydi. Bu shunchaki teshikni to'ldirish emas. Avval tish qanday bo'lgan bo'lsa yoki qanday bo'lish kerak bo'lsa, shunday qilib yaratishdir. Aslida bu zargarlik ishiga o'xshaydi. Bu yerda millimetrlar, yorug'lik va tajriba muhim. Keling, endi eng muhim farqini aytaman. Plomba davolaydi, nuqsonni yopadi. Художественная restavratsiya davolaydi va tashqi ko'rinishini yaxshilaydi. Shakl va estetikaga e'tibor beradi. Ko'proq vaqt va yuqori malaka talab qiladi, funksiyani tiklaydi. Material bir xil bo'lishi mumkin, farqi yondashuv va bajarilish darajasida. Ko'pincha odamlar shunday deydi: menga plomba qilishdi, u ko'rinib turibdi. Bu normal holat. Chunki plomba anatomiyani to'liq takrorlamaydi, tekis bo'lishi mumkin, rang bilan ishlanmaydi. U o'z vazifasini bajaradi, tish saqlanadi, lekin estetikasi bo'lmasligi mumkin. Qachon plomba yetarli? Quyidagi holatlarda plomba yetarli. Nuqson kichik bo'lsa, estetika muhim bo'lmasa, asosiy maqsad davolash bo'lsa. Bunday vaziyatda plomba to'g'ri tanlov. Qachon художественная restavratsiya kerak? Художественная restavratsiya kerak bo'ladi agar tish tabassum zonasida bo'lsa, sinish, yoriq bo'lsa, shaklni tiklash zarur bo'lsa, bemor uchun tashqi ko'rinish muhim bo'lsa. Aynan shu yerda estetikadan tejash deyarli har doim qayta qilishga olib keladi. Eng ko'p uchraydigan xato: plomba va restavratsiya faqat narxi bilan farq qiladi deb o'ylash. Aslida esa farqi vazifasida, ketadigan vaqtida va shifokorning mas'uliyat darajasida. Plomba davolaydi, lekin художественная restavratsiya ham davolaydi, ham chiroyli qiladi. To'g'ri tanlov esa qaysi arzon emas, balki sizning tishingizga qaysi mos kelishidadir. Agar sizga художественная restavratsiya kerak bo'lsa, bizga bog'laning va obuna bo'ling.